urib ketgan qizni kutyapmiz. Qani? Ahad Qayum bilan otpusga ketdimi yana? Nimada yashab yuruvdi, nima edi? Ofisda yashab yuruvdi Ahad Qayum bilan er-xotin bo'lishib. Qani endi u qiz? Nimaga er-xotin bo'lib yashashga voyaga er-xotin bo'lib yashashga voyaga yetgan, urib ketsa voyaga yetmagan bo'ladi. Qani u qiz? Qani kechirim so'ragani? Qani videosini ko'rmayapmiz necha kundan beri. Bir narsaga hayron qolganim, mana Ahad u qizni ofisga olib kelib birga yashagan ekan bu sevinch bilan. Sizlar hozir aytyapsizlarki, kichkina qiz nesovershini voyaga yetmagan uchun qamalmadi. Nimaga voyaga yetmagan bilan Ahad Qayum yashab yuribdi ofisda. Oilaviy kelishib yashab yurishibdi. Tug'ilgan kunim bo'lyapti desa Ahad Qayum Qashqadaryomi Surxondaryoga borib tug'ilgan kun laqib beryapti bu qizga. Bir balosi bo'lmasa shudgorda quyruq naqilaver deydi. O'zi Ahad Qayumni menimcha qamash kerak. Hamma yo'qqa tiqib ketgan. Meni qizim olinglar deb Hamdamga borgan. Keyin nimadan gaplashib o'tirsam deb qo'shiq aytgan. O'sha bolani klipiga olib borgan, Ozodopaniga olib borgan, yalinib rejissyorlarga olinglar deb olib borgan. Ha? Значит, bir balosi bordir-da, bir balosi bor. Ahad Qayum hamma yoqda sudrab yuribdi bu qizda. Qizlardan mana to'planib hozir bitta savol berishyapti. Nimaga urib ketgan qiz yo'q? Nimaga urib ketgan qiz birorta kechirim so'rab istoriya qilmayapti? Nimaga? Nimaga shu qiz istoriya qo'ymayapti kechirim so'rab? Nimaga? Shu savolga hamma javob ola olmayapti. Nimaga jim u haligi Ahad Qayumda o'ynashi nimaga jim o'tiribdi? Ana nimada yashaydigan, ofisda yashaydigan qanchiq nimaga jim o'tiribdi?